Ta'minotchilar. Ta'minotchilar bo'limiga o'tamiz. Bu yerda bittagina ta'minotchi yaratgan edik. Buni xarid ichida ham yaratib ketsa bo'ladi yoki alohida ta'minotchilar bo'limiga o'tib ham yaratsak bo'ladi. Alohida yaratish uchun ta'minotchilar bo'limiga o'tib, o'ng burchakdan ta'minotchi qo'shish tugmasini bosamiz. Bu yerdan ta'minotchi ismini yozamiz. Alvaro Arbeloa bo'lishi mumkin. Buni ham raqamini kiritib qo'yishimiz mumkin. Qo'shimcha ma'lumotlar ham xuddi mijozlar kabi bo'ladi. Saqlashni bosamiz. Bu ta'minotchimizdan ham agarda qarz yozib qo'yadigan bo'lsak, ta'minotchisiga bosib, yangi hujjat, balans korrektirovkasi va bu ta'minotchimizdan dollarda qarz bo'laylik. 5000 dollar biz qarzimiz. Endi bizda ta'minotchilarimiz ham Excelda bo'lishi mumkin. Bunday holatda Exceldan ta'minotchilarimizni va ularning balanslarini kiritib olish uchun biz mijozlar bo'limiga o'tamiz. Bundan avval Excelni ochib olsak, Excelda bizda ta'minotchilar ham mavjud. Bozor server ichimliklar Excelimizda ta'minotchilar bo'limiga o'tib, uni birinchiga qo'yib olamiz. Bu ta'minotchilarimiz Barselona tarkibi. Hammasidan biz qarzimiz so'mda, yevro deb qo'yibdi, yevro emas, so'm kiritamiz buni so'm sifatida. Endi ta'minotchi kabi deb yozib, bu ustunga hammasiga bir kiritib qo'yamiz. O'shanda bular ta'minotchi bo'lib o'tadi. Birinchiga o'tkazdik, faylimizni saqlaymiz va endi mijozlar bo'limiga o'tib, Exceldan yuklash, faylimizni tanlaymiz. Bozor server ichimliklarni ochamiz. Tahrirlash emas, yangi mijoz qilib yaratishimiz kerak. Ism sharifi, mijozning ismi, pozitsiyasini biz kategoriya qilib oldik. Yillik maosh deganini biz ulardan qarzimiz, boshlang'ich balans, so'mdagi boshlang'ich balans. Bu telefon raqamlari hammasini, asosiy telefon raqami va ta'minotchi kabi ustunni esa mijoz kabi. O'zi odatda mijoz kabini belgilamasak ham o'zi avtomatik mijozga tushadi. Lekin aynan ta'minotchini belgilayotgan bo'lsak, ta'minotchi kabini bosishimiz kerak. O'shanda ushbu Exceldagi mijozlarimiz yoki ta'minotchilarimiz bizga mijozlar bo'limiga emas, ta'minotchilar bo'limiga o'tadi. Yuklashni boshlaymiz va 23 ta yuklandi. Bu hech qaysi mijozlar bo'limiga o'tmadi. Hammasi ta'minotchilar bo'limida ko'rindi. Mana hammasidan so'm miqdorida qarzimiz. Ander Ansu Fati 6 million so'm undan qarz ekanmiz. Himoyachi kategoriyalari mavjud. Bunda ham kim yaratdi, yaratilgan sana, ularni agarda biz ko'rishni xohlamasak, berib qo'yishimiz mumkin. Asosiy telefon raqamini yoqib qo'yishimiz mumkin. Saqlashni bosamiz. Va kategoriyani belgilaydigan bo'lsak, hujumchilardan qancha qarzimiz ko'rishimiz mumkin. Bunda ham xuddi mijozlar kabi kreditorlar bor. Faqatgina mijozlarda bizdan qarzlar bo'ladigan bo'lsa, kreditorlarda biz qarzlarimiz. Bu yerda ham ta'minotchilarimiz ko'rsak bo'ladi. Jami necha million qarzimiz va necha ming dollarda va so'mda alohida qancha qarz ekanimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Kreditorlarimizdan ham bu ikkalasini telefon raqami yozmagandik, shu sababdan ko'rinmayapti. Qolgan hammasida taxminiy generatsiyalangan telefon raqamlari mavjud. Mijozlar bo'limiga o'tadigan bo'lsak, qarzdorlar filtrni o'chirishimiz mumkin. Mijoz kiradigan bo'lsak, faollari ko'rinadi. Mijozlarni agarda Aleksandr Makedonskiy bizga 5 yildan beri qarz, endi pul bermasligi noma'lum, u tirikmi, o'likmi biz bilmaymiz. Shunaqa holatda biz Aleksandr Makedonskiyni faollikni o'chirib qo'yishimiz mumkin. Faollikni o'chirdik. Faol emas shaklda keldi. Endi bu bizda xaridlarda sotuv, kirim chiqim hech qayerda xalaqit bermaydi. Buni faol emasni o'chirib ko'radigan bo'lsak, ko'ramiz. Aleksandr Makedonskiy qora rangda bo'lib qoldi. Bu chunki faol emas. Yoki faqatgina faol emas ko'radigan bo'lsak, Aleksandr Makedonskiy 4,5 ming dollar bilan yo'q bo'lib ketdi, bizni uxlatib ketdi. Faqat o'shaning uchun faollar bilan ishlayveramiz. Endi mijozlar bo'limida hamma mijozlarni ko'rishimiz mumkin. Biz bir vaqt o'zida bir nechta mijozlarni belgilab, ularni hammasiga kategoriya qo'yishimiz mumkin, hududlarni almashtirishimiz mumkin.
hammasiga ma'lum bir turdagi price-listlarni biriktirishimiz mumkin. Misol uchun, kategoriyani tanlab, hujumchilarga hamma hujumchimizga biz maxsus kategoriya qo'ymoqchi bo'lsak, opt mijoz deb tahrirlash orqali price-list hammasiga bir xil kategoriya qo'yishimiz mumkin yoki hammasiga bir xil qarz limiti, asl muddati va sotuvlar orasini belgilab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Bir nechta mijozlarimizni belgilab. Bundan tashqari, biz mijozlar bo'limida qarzdorlar bo'limiga o'tgan paytimizda oxirgi to'lov sanasi o'zi avtomatik bizga pul kirim bo'lgan paytda belgilanadi. Bundan tashqari biz to'lov muddatini belgilab qo'yishimiz mumkin va mana shu joyni o'zidan to'lov qo'shishimiz mumkin. About Cortos Debakorto bo'lsa kerak, bizga pul to'lamoqchi. To'lov soniga bosib 15 million emas, 150 ming bermoqchi. Naqd pul kassamizga tushsin. Hisoblashni bosadigan bo'lsak, qarzi kamaydi va oxirgi to'lov sanasi bugun qolganlar hali to'lov ham qilmagan, faqatgina kiritilgan. To'lov muddatini ham o'zimiz xohlasak kiritib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ta'minotchilarda ham to'lov muddatini belgilashimiz mumkin. Qachon to'lashimiz bo'yicha va to'lov qo'shishni ham mana shu joyni o'zidan qo'shib ketishimiz mumkin. Alvaro Arbeloa dollarda qarz ekanmiz. Mark Andre ter Stegen. Ter Stegenga 50 ming pul beraylik. To'lov qo'shish. Naqd pul kassamizda 150 ming so'm pul bor. Shundan 50 mingni Debakortoga beramiz. Mark Andre ter Stegenga beramiz. Ketdi. Bu hozir pul chiqarib yuborganimiz yoki pul qabul qilib olganlarimiz ular bo'limida kirim bo'lgani kirimga, chiqim bo'lgani chiqimga tushaveradi. Ta'minotchilarimiz qisqacha shundan iborat.